Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 5-avgust sanasi hafta kuniga chorshanba. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni boshladik. Oxirgi paytda video syomka qilishni kamaytirganmiz. Shu cho'lchanglar bilan ovoramiz, ko'proq ozuqa berish jarayoni, issiqli kunlar o'sha iloji boricha namlikni nazorat qilish kerak. 70-80% ga nam bo'lishi kerak reaktorlar. Shular bilan ovora bo'lyapmiz. Cho'lchalarimiz ishlashi yaxshi. Sotuvda biogomuslarimiz bor. Cho'lchanglar ham bor. Bugun o'sha Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga 2 kvadrat cho'lchang buyurtmamiz bor edi. Shuni terib tayyorlab qo'ydik. Adashmasam 15 kun yoki 20 kun bo'ldi o'sha akaga tashlab kelgandik. O'shanda ham 2 kvadrat olib borgandik. Yana hozir 2 kvadrat so'radilar. Shunga cho'lchang terib qo'ydik. Xudo xolasa bittadan salqinda tashlab kelamiz. Bizda shunaqa ishlar ketyapti. Mana shu yaqinda tashlangan. O'sha yaqinda yangi go'ng tashlagandik. Mana shu yondagi reaktorga yonidagi mana bu og'darilgan reaktorga tirab tashlagandik. Cho'lchang tashlamaganmiz, o'sha shu reaktordan o'zi o'tib olgan. Mana shu yerda mana shu yangi tashlangan reaktorda deyarli yarmini ham olmadik. O'sha 2 kvadrat cho'lchang zich holatda tayyorlab qo'ydik. Bu reaktorlarimiz mana hammasini og'darib tayyorlab qo'yganmiz ozuqa berishga. Mana qop-qora qilib cho'lchanglar yegan, ustini ochganmiz, poxolni yechib, ustini ochib, poxolni olib og'darib, endi bir 2-3 kun toza yeb olguncha ozuqa bermay turamiz. Cho'lchanglar tozalab yeb olgandan keyin yana bularga hammasiga ozuqa solamiz. Mana shunday mana bu chuqurni ham bo'shatganmiz. Bu yerga ham go'ng tashlab, yana yangidan boshladik. Bu yerga biogomusni olib olib, unga yana cho'lchang tashladik. Mana bu eng katta reaktorimiz. Eniga 5 metr, uzunligi 15 metr bo'lgan eng katta reaktorimiz. Bunga ham yaqinda ozuqa berib, yana poxolni qaytadan yopdik. Mana bu yana bitta reaktor. Bunga ham buni kecha og'dardik. Bu ham 70-80% ga yeb bo'lgan. Tozalab yeb bo'lgandan keyin bunga ham ozuqa beramiz. Bizda shunaqa ishlar ketyapti. Xudo xolasa issiq kunlar deyarli o'tib ketdi. Yana bir hafta 10 kun uzoq bilan kuniga 2 mahal suv berib tursak, shu bilan avgust 15laridan keyin o'zi ertalab yoki kechqurun bir mahaldan bersak bo'ladi. Salqin tushib qoladi. Hozir ham o'zi ancha salqin tashladi kechqurunlikka. Kunduzi lekin hali ham shu 38-39 isib turibdi. Kimgadir shunaqa shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqsalar, ekran ostida raqam qoldiramiz. Cho'lchangmi, biogomusmi, biznesni boshlash uchun asosan birinchi navbatda albatta cho'lchang kerak. Ana shunday zich holatda cho'lchanglarni yetkazib beramiz. Mana shunday holatda ko'rinayotgan bo'lsa, u sariq tuxumlari ham bor. Kimga qancha cho'lchang kerak bo'lsa, aynan shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlarga yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday zich holatda
1 kvadrati 2 ta banan korobkada bo'ladi. Zich holatda terib beramiz. Narxi 1 kvadrati 1 million so'm. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Mana bu ikkinchi ozuqa zaxiramiz. Eslaringda bo'lsa ko'rsatgan edik o'tgan videolarimizda yoki undan oldingilarida. Bu yerda taxminan bir 6-7 kamaz go'ng bor edi. Hozir mana deyarli yarmini ishlatib bo'ldik. Bu ikkinchi zaxira edi. O'sha asosan bahorda to'plangan bu. Mana go'ng bu yerda rosa qizish jarayonida, ya'ni qizish jarayonidan deyarli o'tgan fermentatsiya davridan o'tgan go'ng shuni beryapmiz hozir. Mana shu yerda 10 kamaz go'ngimiz bor edi. Ko'rgan bo'lsalaring, qishi bilan yiqqan edik. Uni o'sha tugatganimizga 1 oy bo'ldi. 10 kamaz go'ngni mana yoniga endi yana o'rniga, ya'ni o'rniga yana yangi zaxira qilishni boshladik. Hozir bu yerda mana bir samasval go'ng kelib tushgan. Mana shunaqa molimizdan yemagan hashalarni olib chiqib qo'shib yuboramiz. Go'ngning ichida qizib, bular ham fermentatsiya davrida o'tib cho'lchang uchun ozuqaga aylanib ketadi. Somon, shu silosdan qolgan qoldiqlar, po'choq bo'ladimi, kardon, chiritgan narsa borki, shu go'ngning ichiga tashlab yuboramiz. Ichida qizib, cho'lchanglarga ozuqa bo'ladi. Bu yerni o'sha bo'shatganmiz. Bu yerda 10 kamaz go'ng bor, yegizib bo'ldik. Endi ichkariga o'tdik ikkinchi zaxiramizga. Ikkinchi zaxirani tugatguncha bu yerda yana 5-6 kamaz yig'ib qo'yamiz. Ikkinchi zaxira tugagandan keyin yana bu yerdan boshlaymiz. Uni o'rniga, ikkinchi zaxirani o'rniga yana zaxirani yig'averamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosinglar, kommentariyada izohlaringda fikrlaringizni qoldiringlar. Yana sizlardan iltimos qilardik, kanalga obuna bo'lib, yaqinlaringga jo'natib qo'yishlaringni. Hammaga rahmat.